G'amga yem bo'lishdan g'amni al qilishga. Mashhur faylasuf Jon Lok seni andishik salgan ish sana xo'jayin bo'lib oladi degan edi. Kundalik hayotımızda daimli özümüzning nurg'ulg'an g'am andishalar qo'rshavida qolganligimizni bayqaymiz. Bu andishlarning ba'zisi bakmo oddiy ishlardan manbalangan bo'lsa, yana ba'zilari cho'ng-cho'ng bosh qiyinchiliklar sababli paydo bo'lgan. Xo'sh, bu andishlar hayotimizda kontrol qilib olish kerakmi? Hayotimizning kontrolligini andishlarga tashlab berish ustidan g'olib kela olishimiz mumkinmi? Tövendikisi andishalarimizni tushunish va uni kontrol qilishdagi oddiy ko'rsatkichdir. Hammadan avval shuni bilishimiz kerakki, andishalarning hammasi har doim nachar bo'lavermaydi. Andishalar qo'g'dash mexanizmi sifatida rol o'ynab, bizni yuz berishi mumkin bo'lgan tahdidlarga hozirlaydi. Andishalar hayotimizni kontrol qilishga boshlaganda, bizni tabiiylik va xushallikdan mahrum qo'yganda, ondan masala yuz berdi. Bu vajidan andishalarni o'zimizga hukmron qilishning o'rniga biz cho'qim andishalarni qanday kontrol qilishni o'rganib olishimiz lozim. Buni eng avval andishalarimizni tunishdan boshlaymiz. Başta andishalarning manbasini tunishimiz lozim. Bu andishalar mavjud masalalar sababli o'ttirg'a chiqdimi yoki taraz sababli o'ttirg'a chiqdimi? Mana shu savol bo'yicha ish ko'rish bizning andishimizning reallikda mavjud bo'lgan ahvol sababli o'ttirg'a chiqqan andishimi yoki yo'q ishqa ansirab yurganligimizdan manbalangan andishimi, bu ikkisini farqlantirilishimizga yordam berdi. Ikkinchi qadam andishlarni harakatga aylantirish qadamidir. Agar topshirishga tegishli bir xizmat sababli andishalanayotgan bo'lsangiz, u holda bu andishingizni topshirmoqchi bo'lgan xizmatingizni texim yaxshi bitkizishingiz uchun sizni zixlaydigan omil sifatida qo'llaning. Agar salomatlik masalangiz sizni andishiga selayotgan bo'lsa, u holda sog'lomlikqa foydali hayot shaklini boshlashga tutish qiling. Mushunda qilish orqali andishidan iborat bu xo'jayiningizni kishilik taraqqiyotingizdagi bir qurolga aylantira olasiz. Hoşyar holatda turish g'am andishini yo'q qilishdagi eng unumdor choralardan biridir. Andishlarning ko'pi kelgusidagi aniqsizliklar sababli va yoki o'tmish keltirib chiqargan pushaymonlar sababli kelib chiqqanlik uchun o'tmishdan qayg'ulanish, kelgusidan ansirashning o'rniga navbatdagi paytingizda yashash, mushu vaqtingizni eng yaxshi shaklda o'tkazish orqali g'am andishlarning sizga xo'jayinlik qilib olishidan g'olib kela olasiz. Andishlarni yengishdagi yana bir muhim chora aktiv zihniyat barpo qilishdir. Aktiv e'tirof qilish, masalalarni konkretlashtirish va minnatdorlik holatini davomlashtirish orqali andishalarimizni texim yaxshi kontrol qila olamiz. Yuqorqi aktiv tunish shakli andishalarni tahdid emas, jang e'lon qilish sifatida tunishimizga yordamchi bo'ladi. Andishalarni kontrol qilish hargizmi osonlik qo'lga keltirgil bo'lgan ish emas. Lekin andishini kontrol qilish taqdirlashga arziydigan ishdir. Jon Lokning so'zi andishini bizga xo'jayin qilish uchun emas, balki bizning andishini yengish uchun harakatga o'tishimizga ishora qilingan so'zdir. Seni andishiga solgan ish sana xo'jayin bo'lib oladi. Ya'ni xo'jayin bo'lib olishiga ruxsat bersang, ondan xo'jayin bo'lib oladi. Masalaning negizi bundaq bo'lish bo'lmasligi kishining zehn dunyosi va kontrol qilish iqtidoriga bog'liq. Andishlarimiz bizni iskanjaga ilib olsa bo'lmaydi. Uning o'rniga andishlarimizni yuqoriga o'rlashimizki, tashdaq sifatida xizmat qildirishimiz lozim. Andishlarimizning bizga xo'jayinlik qilishga xotim berganimizda erkinlik yo'liga qadam qo'ygan bo'lamiz. Bu yo'l orqali biz o'z andishimizga yam bo'lib ketishdan saqlanamiz, o'z zehnimizga o'zimiz egidorchilik qila olamiz. Qani keling, andishlarimizni yangi fikrga o'zgartirishga, qo'rqinchimizni kuchga aylantirishga, g'amlarimizni harakatga aylantirishga qadam olaylik. Muhim bo'lgani nimaning sizni g'amga solganlik emas, g'am andishini qandoq kontrol qilganligingizdir.